Vannangiz sarg'ayib ketdimi? Uni har safar ko'rganingizda kayfiyatingiz tushib ketadimi? Uni tashlab yubormoqchi ham bo'lyapsizmi? Yo, to'xtang. Uni tashlab yuborishga shoshilmang. Bir dona sprey bilan uni avvalgi yangi holatiga keltirishingiz mumkin. Mana sizga oddiy yechim. Asmako spray bo'yog'i. Bu bilan vannangizni eskirgan joyini yoki rangi ketgan joyini osongina yangi holatiga keltirishingiz mumkin. Sepgandan keyin silliq holatga keladi, suv o'tkazmaydi va har xil kimyoviy, masalan, sovun, shunga o'xshagan narsalarga bardoshli bo'ladi. Gradusga keladigan bo'lsak, -45 gradusdan +170 gradusgacha chidab beradi. Bu bilan faqat vannalarni oqartirsa bo'ladimi? Yo'q, bu bilan rakvina, vanna, plita, eshik derazalarni ramkalari, krivich mashinalari, yana shunga o'xshagan, masalan, radiatorlarni, shunga o'xshagan barcha narsalarni oqartirsangiz, ya'ni yangi holatiga keltirsangiz bo'ladi. Xullas, bitta gaz balloncha xarid qilasiz va uydagi bir qancha narsalarni yangi holatga keltirasiz. Buni xohlagan do'koningizdan so'rang, agar topolmasangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin.